Assalomu alaykum, men Ahmadjon Ahmadjonov. Bugungi videoyim uyqusizlikdan qiynalayotgan odamlarga juda ham ma'qul keladi. Masalan, bitta texnika bermoqchiman. Texnika расслабления. Kechki payt yotganingizda yarim soat, 1 soatlab uxlolmay chiqadigan odamlarga bu rosa ham kerakli narsa. Sinab ko'ringlar bu texnikani. Xo'p, endi texnikani sizga tushuntiraman. Yotgan holatingizda, kechki payt bo'lsin, hech kim bezovta qilmasligi kerak. Yotgan holatingizda tasavvur qilasiz, har bitta organingizni tasavvur qilib, har bitta organga murojaat qilasiz. Misol uchun soch bir chekkadan boshlayverasiz. Misol uchun sochni tasavvur qilasiz va unga rahmat aytasiz. Rahmat borliging uchun, to'kilib ketmaganliging uchun va hokazo. Miyangizga murojaat qilasiz. Rahmat, sen miyang borligi uchun, ishlayotganing uchun. Ko'zingizga, chap ko'zingizga, o'ng ko'zingizga отдельно chap ko'zingizga murojaat qilasiz. Rahmat, ko'zim borligi uchun, ko'rayotganligi uchun. O'ng ko'zingizga, chap qoshingizga, o'ng qoshingizga, chap qulog'ingizga rahmat, qulog'im borligi uchun, yaxshi eshitayotganliging uchun. O'ng qulog'ingizga, og'zingizga, tilingizga, tomog'ingizga, bo'yningizga, mana shunaqa ketaverasiz. Yuragingizga, o'pkangizga, misol uchun yurakni tasavvur qilasizda, rahmat, yuragim borligi uchun, ishlayotganligi uchun, yashayotganim uchun. Xuddi shunaqa qilib har bitta organlarga taningiz bo'ylab murojaat qilib chiqasiz va rahmat aytib chiqasiz.